Hozir tozalayotadimi? Qizim, farosatni sotib olib bo'lmaydi. U hammada ozmi ko'pmi bor, lekin uni rivojlantirsa bo'ladi. Hech qaysi qaynona haydayman deb kela olmaydi. Uni tarbiyalasa bo'ladi. Qizim, erkak kishi uyga kelganda issiq ovqat hamisha tayyor bo'lishi kerak. Unutmang, erga hurmat erkak eshigidan kirib kelish bilan boshlanadi. Hurmat qilinmagan yeri na bola chaqa bilan, na boshqa narsa bilan ham ushlab qola olmaysiz. Siz hurmat qilmadingizmi? Hurmat qiladiganlarga talpinadi erkak kishi. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Qornim juda ham ochib ketdi-da. Ovqatingiz bormi? Erkak kishi uyga kelganda issiq ovqat hamisha tayyor bo'lishi kerak. Hozir tayyorlab beramiz, o'tirib turing. Hurmat qilinmagan yeri na bola chaqa bilan, na boshqa narsa bilan ham ushlab qola olmaysiz. Siz hurmat qilmadingizmi? Hurmat qiladiganlarga talpinadi erkak kishi.